haydi. Trap-trap Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt avtomashinalari yuk avtomashinalarini trassada qamrab olib, ularga nisbatan avariya holatlarini yuzaga keltirdi. Qonuniy chora ko'rishlarini so'raymiz kabi izohlar ostida tarqalgan video lavha yuzasidan Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirildi. Haqiqatdan 16-yanvar kuni tong soat 2:30 chamasi M39 xalqaro avtomobil yo'lining Boysun tumanidan Sherobod tumaniga o'tish qismida ushbu Cobalt rusumli transport vositalari haydovchilari yuk avtomashinasini haydovchisini o'zaro jazolash maqsadida, ya'ni yo'l talashib, yo'lda bir-birlari bilan kelishmovchilik yuzaga kelganligi sababli to'xtatishga uringan. Ushbu jarayon yuk avtomashinasi yo'lovchisi va haydovchi tomonidan tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. Shu sababli biz haydovchilarni topib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chaqirtirdik va ularning bu harakatlari qonunlarimizga, jamiyatda yurish-turish me'yorlariga, tartiblariga to'g'ri kelmasligini tushuntirdik. Haydovchilarga ushbu harakatlardan qanday xulosaga kelganliklarini so'rab ko'ramiz. Marhamat, hurmatli haydovchi. Yo'lda kelayotganimizda oldimizga chiqib ketdi. Keyin bespavratchi chiqdi. To'xtadikda, yonboshga oldiga sal-sal tekinlab haydab ketdikda. Nima sababdan oldiga chiqib, qasddan tormoz bosib, uni tezligiga xalqaro avtomobil yo'lida undan sizdan yoki u yuk avtomashinasidan boshqa transportlar harakatiga xavf tug'dirib, keskin tormoz bosib, uni yo'nalishini o'zgartirishga majbur qildingiz. Orqamizda mashinalar kelayotgan edi. Undan ham kattaroq avariya bo'lmasligi uchun oldiga chiqib, qaytaga avariya holatini sodir etib qo'yganingizni bilmay qoldingiz. Shunday. Nima xulosaga keldingiz o'zingiz? Uzr so'raymiz. Aybimizni qildik. Mana shu holatda sodir etgan huquqbuzarliklaring, mana shu harakatlaring to'g'ri deb baholaysiz? Yo'q, biz noto'g'ri qilgan ekanmiz. Boshqa haydovchilarga ham buni tavsiya qilmaymiz. Keyin o'sha katta yuk mashinasini haydaydigan shoferlarga ham e'tirozimiz bor. Yo'llarda to'g'ri harakatlansa yaxshi bo'lar. Shularga ham chora ko'rsalaringiz yaxshi bo'lardi. Ayrimlari, hammasi ham emas. Ayrimlari. Qanday tartibda harakatlanadi? Shu yaxshi ikkinchi liniyada yuradi ko'p, juda ko'p. Bu birinchi liniyada yuradigani ham ko'p lekin. Mayli, birinchi bo'lakda harakatlanish balkim qayrilib olish yoki burilish uchun o'tishi mumkin. Yo'q, birinchi liniyada povratchikka olib qo'yadi, ketaveradi. Qanday tartibda harakatlanib qarab yengil avtomashinalar haydovchi? Bu tepalarga chiqayotganda masalan ketaveradi. Ikkinchi yo'lakni bermaydi. Birinchi yo'lakni bermaydi, ikkinchi yo'lakka o'tishga majbur qiladi. Biroz qoidalarni bilish darajangiz pastroq ekan menimcha. O'rganishimiz kerak. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yengil avtomashina boshqaruvchi haydovchilar, yo'llarda yuk avtomashinalari, qishloq xo'jaligi texnikalari yoki o'sha maxsus yuklarni tashuvchi transport vositalari bilan birda harakatlanish jarayonida yo'l harakati qoidalariga e'tiborliroq bo'lib, ularni gabarit, yuk og'irligi, vaznlari to'xtatib qolish imkoniyatlarini inobatga olib harakatlanishingizni so'raymiz. Yo'llarda yo'l harakati qoidalariga ko'ra bitta yo'nalishda 2 va undan ortiq bo'lakli qatnov qismi mavjud bo'lgan yo'llarda har ikkala tomondan transport vositalarini o'zib ketish imkoniyati borligini ham, bu uchun qoidabuzarlik etib sanalmasligini ham eslatib o'tmoqchiman. Hozir biz ushbu haydovchilarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yo'llarda o'zaro harakat ishtirokchisi sifatida bir-biringizni hurmat qiling.